Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan 2026-yilda premium olish haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan avval ushbu videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishlaringni so'rab qolardim. Unda biz videoni boshladik. Agarda siz Androidda premium olmoqchi bo'lsangiz, Telegraph ilovasidan olasiz. Agarda iPhone'da olmoqchi bo'lsangiz, aka yoki email ilovasidan olishingiz mumkin. Birinchi navbatda bizga kerakli bo'lgan narsa, eng muhim narsa bu Visa yoki Master karta kerak bo'ladi. Boshqa kartalardan premium olib bo'lmaydi. Xo'p, bunda boshladik. Qidiruvga premium bot deb yozamiz. Mana birinchida galochkali chiqadi va start tugmasini bosamiz. Shuni esda tutinglar, hozirgi video iPhone'da ko'rsatilyapti. Mana pay ni bosamiz va mana pitichkani bosamiz, mana galochka. Bu yerga endi bu yer sizlarda ko'rinmaydi. Birinchisiga karta va ikkinchisiga amal qilish muddatini va uchinchisiga CVV kodini yozamiz. Va pastda mana galochkani bosib turib, pay tugmasini bosamiz. Pay. Keyin ozgina kutamiz. Premium olish juda oson. Va mana enter code here deyapti. Bu yerga kodni kiriting deyapti. Mana bu yerda mana kod keldi. Shuni bu yerga kiritib turib, keyin verify tugmasini bosamiz. Premium olinadi. Hozir bizga premium kerak emas. Videomiz shulardan iborat edi. Agarda shu videoni ko'rib turib, lekin premium ola olmayotgan bo'lsangiz, menga Telegramdan murojaat qilsangiz, pastga anaqaga lichkamni qo'yib ketaman. Yozsangiz olib berishim mumkin. Hammaga rahmat. Xayr.